Bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi. Chunki islomdan qanoatlanmayman, hijob menga kerak emas yoki hijob bo'lish mumkin emas deydigan bo'lsa, Alloh saqlasin dindan chiqib qoladi. Matin toza bo'lsa bo'ldi-da, nima endi desa, aytamizki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarning qalbi albatta pokiza bo'lgan. Shularga Alloh taolo avratinglarni yopinglar deb aytgan. Agar yo'q, men islomdan qanoatlanaman, men musulmonman deb turib hijob o'rnayotgan bo'lsa, aytamizki, quyidagi oyatni eshitmaganmisiz? Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biror mu'mina va mu'min uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlaridan ixtiyor qilishlik joiz emasdir. Alloh va Rasuli bitta narsani mumkin degandan keyin mu'min odamda ixtiyor qolmaydi, faqat bajarish kerak. Mana onasi mumkin emas deb buyurdimi? Tamom, gap qolmaslik kerak. Endi to'g'ri-yu, deyaptimi? Demak, mana shu oyatga ochiq isyon bo'lyapti.